Hammaga assalomu alaykum. Kanalimga xush kelibsizlar. Bugungi vlogda sizlar bilan birgalikda Novosibirsk shahrining zooparkiga sayohat qilamiz. Ketdik. Hozir bolalarni olib zooparkka keldik. Xudo xolisa maza qilib aylanamiz. Havo zo'r. Sizlarga ham ko'rsatib o'taman. Zooparkka o'tkazib kirganmiz. Hozir zooparkda aylanib, vaqtimiz bo'lsa keyin o'tamiz. Xudo xolisa juda chiroyli. Daraxtlar. Visit. Visit. Это малыш, смотри. Посуда. Боль. Zooparkning territoriyasi rostlayam katta. Biz почти 4 soat yurdik. Shundayam hamma hayvonlarni ko'rib ulgurmadik. Hayvon va qushlarning turlari juda ham ko'p edi bu yerda, lekin hammasini ham ola olmadim. Jamoat joyida videoga olish qiyinroq ekan, to'g'risini aytsam. Sizlar uchun tortinib sal bo'lsa ham olishga harakat qildim.
Zooparkda o'tirib ovqatlanadigan joylar ham bor, hamda ichimlik, morojeniy sotib olsa bo'ladigan shoxobchalar ham bor har qadamda. Bolalar uchun har xil attraksionlar, charxpalak bor. Bolalar qolib, biz kattalarga ham juda ham qiziqarli bo'ldi. Mazza qilib aylandik. Novosibirskka yo'linglar tushsa, albatta zooparkka kelishni tavsiya qilaman. Hozir chiburyek qilmoqchiman. Qiymani tayyorlab oldim. Piyoz, chesnok, pomidor va zelin qo'shaman. Bu yerda muzlatilgan zelin bor, petrushka va ukrop. Mana qiymam tayyor. Chiburyakning qiymasi shunaqa suyuqroq bo'lsa, sochli bo'lib chiqadi. Yog'li go'sht ishlatsanglar, yog' solish shart emas. Bu yerda xamirim tayyor. Shunaqa yong'oqchalik qilib suvala qilib oldim. Hozir endi tezda yoyib, chugib qovurishni boshlaymiz. Chiburyakni xamirini qilgan videoyim afsuski saqlanib bo'lmabdi. Shunga hozir aytib o'taman. Xamirimiz ham qattiq emas, ham yumshoq emas, o'rtacha xamir bo'lishi kerak. Yumshoq bo'lsa cho'zilib ketadi, qattiq bo'lsa yoyishga qiynalasizlar. Men xamirga 3-4 qoshiq yog' va bitta tuxum soldim. Zuvolalarimizni yoyib, nachinkani solib, yaxshilab chetlarini qo'limizda bukamiz. Orqasidan ikkala tarafini vilkada chekib chiqamiz, nachinka oqib ketmasligi uchun. Skavorodkaga ko'proq yog' quyib, yaxshilab qizdirib, o'rta olovda pishirib olamiz. Baland olov bo'lsa, ichi pishmay qoladi. Shoshilmasdan o'rta olovda ikkala taraf qizarguncha pishirib olamiz. Qiymasiga piyoz, pomidor, chesnoklarni maydalab blenderdan chiqarib oldim. Qirg'ichdan o'tkazsanglar ham bo'ladi. Bu chiburyakdan qilib ko'rmasanglar bo'lmaydi. Ichlari shunaqa sochli. Hali pishirib ulgurmasimdan уже birinchi porsiya yil bo'ldi. Уже bir porsiyani yeb tugatdik. Pishganlar bo'ldi. Xamiri ham qisir-qisir, ichlari ham sochli. Bu уже ikkinchi porsiya. Shu kadrlar bilan bugungi vlogimni nihoyalamoqchiman. Videoni oxirigacha ko'rganinglar uchun katta rahmat. Agar video sizga yoqqan bo'lsa, like bosing, kommentariy yozing. Juda ham xursand bo'laman. Keyingi videolarda ko'rishguncha assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.